eng ko'p urushib yuradigan, bir-birimizni umuman tushunmagan, faqat urushib yuradigan, kelishmaydigan akamdan menga uzuk keldi. Eng qizig'i, kichkinacha ko'rinadi, lekin buni tarixi bor. Bu men xohlagan narsada kichkinaroq ekan. Bu uchun yo men o'zishim kerak, yo akam almashtirishi kerak, короче. Ana bunaqa uzukcha keldi. Yo almashtirish kerak emas, men qaytib berishim kerak bu uzukni. Yapamiz va temani boshlaymiz. Bir vaqtlar akam mendan so'raganda, qanaqa uzuk bo'lishi kerak nikoh uzuging deganiga, nikoh uzugim oq tillodan bo'lishi kerak, chunki boshqa tillolarim sariq, nikoh uzugim ajralib turishi kerak deganimga, akam oq tillolik uzuk, tepasi чисто brilliantlik, просто kichkinaroq variantini vay qilibdilar, olib kelibdilar. U akam O'zbekistonga yashamaydi, biz kam ko'rishamiz, lekin vaqtiga birga yashagan vaqtlarimiz shunaqa urush qilardik. Labay! Akamning to'y haqidagi gapi где-то 2 yil oldin boshlangandi, lekin men unchalik seriozno qaramagandim, lekin u seriozno gapirgan ekan. Hammaga uydagilarga ham aytib chiqqan, o'zini uydagilariga ham, men uydagilarimga ham, bitta meni xabarim bo'lmagan, tamom. Keyin O'zbekistonga kelganida bir kuni menga qani qo'lingga qilib ko'rchi deb shunday berdi. Hay, hozirda taqib yur dedi, lekin temani ochmadi menga. Hay dedim, men ham taqib yurdim. Keyin yechdim va olib qo'ydim uyga. Va men viloyatga chiqib ketdim. O'sha kuni akam o'zi kelgan joyiga ketdi. U O'zbekistonga chunki yashamaydi. Qaytib kelsam agar ustolimning ustiga ana shu korobka turibdi, ichiga esa uzuk. O'sha uzuk. Hayron bo'ldim, nima uchun bu? Keyin o'ylab qarasam agar u odam menga sevgi izhor qilish uchun bu uzukni tashlab ketgandiku. Men uni prosta menga podarka qildi deb o'ylaganman, tamom. Yaqinga esa hamma yo'qmi degan SMS keldi. Hozir u uzoqda-ku, qanday mendan so'raydi?